Qarang, menga pasta Alfredo sirlari cho'zilib tursin, yaxshi pishgan bo'lsin, xo'p? Salatga grechskiy Cezar Milanze, ichiga tarxun bilan mojito Snickers tortdan. Nafisa, shu arzonroq joyga kirsak bo'lardi. Hozir pulim yetmay qolsa xijolat bo'ladi deyapti-am oxirida. Nima deganingiz? Bo'lmasa zakazatmay qiling, yemayman. Erkak kishi degan bunda normal joyga olib kelgandan keyin normal pul bilan keladi-da. Nima qilasiz bo'lmasa? Erkakmisiz o'zi? Mani nomerimni o'chirib tashlang, va menga sizga o'xshagan past yigitlar kerak emas, tushundingizmi? O'ziga o'xshagan topib oling. Erkakmisiz o'zi? Menga sizga o'xshagan past yigitlar kerak emas, tushundingizmi? Adasi, narxlari qimmat ekan, yuring, boshqa joyga boramiz. Xotin, men senga nima dedim uyda? Shu odatingni yig'ishtirgan. Bilaman, ekonom qilasan, lekin Allohga shukr, hamma narsamiz bor, yetarli. Borlagan narsa olamiz hali. Xohlagan narsani zakaz qilavergan. Tushundingmi? Rahmat adasi. Unda tarxonam aytaylik, maylimi? Tarxonam aytamiz. Mana shu. Voy. Nima men to'layman? Anu qani? Yonimdagi yigit. Anu bola siz to'laysiz deb aytdi. Nima? Voy maraz. Yeb, meni bo'ynimga qo'yib ketdimi? Nafisa, shu arzonroq joyga kirsak bo'lardi. Erkakmisiz o'zi? O'ziga o'xshagan topib oling.